Bizga Instagramdan juda ko'p savol kelyapti. Welcome klinikasida qanday qon tahlillari mavjud yoki qanday tahlillar mavjud degan ma'noda. Kimga qanday qon tahlillari kerak bo'lsa, barcha tahlillarni ko'rish imkoniyatimiz bor. Yana ko'pchilik bemorlarda shunaqa holatlar bor. Ovqatlanib boraymi, ovqatlanmasdan boraymi degan savollar ham ko'pda. Qanaqa kelish kerak o'zi qon tahlillari topshirishga yoki analizni topshirishga? Hozirgi kunda hamma bemorlarimizga biz och qoringa kelishni tavsiya beramiz. Chunki hali modda almashinuvi boshlanmagan bo'ladi, ertalab och qoringa kelganda hamda analizlarni aniqlik darajasi yuqori bo'ladi. Agarda bemorimiz uyda peshobga hojatga chiqmasdan analizga kelsalar, bu yerda topshirganlari ma'qul. Hozirgi tahlillarimiz, ya'ni masalan turch infeksiyalarimiz, gormonal tekshiruvlarimiz, yana undan tashqari vitaminlarimiz bizda ixla analizator yordamida tekshiriladi. Bu analizatorimiz hozirgi kunda hamma zamon talabiga javob beradigan analizatorlardan, eng zamonaviy analizatorlardan deb ayta olaman va aniqlik darajasi juda ham yuqori, 98-99% tashkil qiladi. Umumiy qon analizini tekshirish uchun biz shu analizatorlardan foydalanamiz. Bu analizatorimiz avtomat analizator hisoblanadi. Aniqlik darajasi juda ham yuqori. Bu analizatorimiz biokimyoviy tahlillar o'tkazish uchun analizator hisoblanadi. Bu analizatorimiz yordamida 400 xil, 500 xil analizlarni ko'rish imkoniyatimiz bor.